10 yil ichida Sharqiy Federatsiya qirolligi falokatning 5 buyuk gunoh tomonidan qulatiladi. Buning oldini olish uchun men ularning barchasining homiysi bo'ldim. Shunday bo'lsa-da, buni bunchalik katta narsaga aylanib ketishini kutmagandim. Men haftasiga 78 soatlab ishlaydigan mehnatkash ofis xodimi bir kuni fantaziya olamida bir aslzoda tanasida uyg'ondim. Bu yaxshi emasmi, zo'r emasmi deysizmi? Ha, qisman. Bu yerda nima yozilgani o'zi? Men bu tilni avtomatik ravishda bilishim kerak emasmi? Siz kitobni tezkor ushlab turibsiz. Bu dunyoda men savodsizman. Va ustiga ustak, meni hech qanday kuch yo'q. Yosh usta, tushligingiz tayyor. Bu mazali. Tugatgan bo'lsangiz, sizni biz yuvintirib qo'yamiz. Ammo grafning o'g'li bo'la turib, foydasiz bekorchilikda yashash. Chindan ham shundaymi? Lekin mana shu asl hayotdir. Lekin qayerda ekanligimni bilmayman. Yosh ustalar ertaga qaytishadi. Shuning uchun bugun ertaroq uxlang. Ular kimlar? Bizda Leo va Tanyo. Baringiz Palatyo oilasidansiz-ku. Nega ularni tanimaydigandek savol berdingiz? Palatyo. Qulog'imga tanish eshitilyapti. Janorsan. Yosh usta. Shoshma, men psixodeliyaga tushib qoldimmi? Psixodeliya. Bu bo'sh vaqtimda o'ynaydigan RPG o'yini edi. Muammo shundaki, qaysi yo'ldan bormang. 5 buyuk gunoh. Paydo bo'lgan zahoti. Bular g'azab, ochko'zlik, dangisalik, manmanlik, vasvasa, qirollik, zodagonlar, shahar hammasi yemirila boshlaydi. Bularning ichida Palatyo uyi ham bor. Katta o'g'il Leo Palatyo, fohishabozlik qiroli. Ikkinchi o'g'il Tanyo Palatyo, giyohvandlik qiroli. Bu oila asosiy epizod boshlanishidan oldingi qo'shimcha topshiriqning bir qismi hisoblanadi. Demak, bu joyni bilaman. Qo'shimcha topshiriq. Asteriya qirolligidagi Palatyo uyini tekshiring. Palatyolar fohishabozlik va giyohvandfurushlikka aralashgan. Ular Avalon degan tashkilotni yuritadi. Hazillashibsizlarmi? Palatyolar birinchilardan bo'lib 5 gunoh tomonidan yo'q qilinadi. Qo'shimcha o'z Palatyo uyining 3-o'g'li Alan Palatyo. Iltimos, meni yana haftasiga 78 soat ishlaydigan ofisimga qaytarishsin. Hashamatli hayotning nima keragi bor? 10 yildan keyin baribir ham o'laman. Bu hatto 6 oy oylik olmaslikdan ham battardir. Nega menda super kuchlar yo'q? Hech bo'lmaganda bir donagina qobiliyat bersa ham bo'lar edi. Shoshma, kuch. Ha, kelajakni 10 yil oldindan bilish. Shuni o'zi mening kuchimdir. Kelajakdagi falokatni oldini olish uchun eng yaxshi yechim uni ildizi bilan yo'q qilish, to'g'rimi? Shunday qilib, tinch hayotimni saqlab qolish uchun 5 buyuk gunohni tarbiyalab o'zgartirishga qaror qildim. Baribir ular hozirda oddiy bo'ladir. Ularda hech qanday kuch yo'q. O'zining kuchini o'ldir. 2 oydan keyin Sharqdagi odamlarning ustida tajriba o'tkaziladigan markazdan yetimlarni qutqardik va boshqaruvni yutadigan qizga topshirdik. Evan, Allaning risiri. Ha, ko'zlarim adashmagan ko'rinadi. Sen chindan ham mohir ekansan. Ha, bu hozirgi maqtov edi, to'g'rimi? Sizning yuz ifodangizni tushunish qiyin. Ha, albatta. Evan, kelgusida ham sen bilan ishlashga umid qilaman. Soxta tabassum. Men bunga hali o'rgana olmayman shekilli. U ilgari juda ham hissiyotli edi. Bu yuzni o'zgartirish qiyindir. Ha, har holda maqtovingiz uchun rahmat, yosh usta. Evan, psixodeliyadagi kamdan-kam sadoqatli personajlardan biridir. Hamma xiyonat qilsa ham, u har doim sodiq qolgan. Bu ishni yutadigan qizni qutqarish uchun qilganingizni aytdingiz. Ha, shunday. Nega buni qilganingizni tushungandekman. Yo'lam askar bo'lganimda ko'p odamlarni ko'rganman. Shunday kelib chiqib ayta olamanki, u oddiy bola emasdi.
unda shuncha kuch bo'la turib, nega uni kishanlashlariga yo'l qo'yganini tushunmayapman. Lekin nega uni bu yerga olib kelmadingiz? Uni o'sha joyda qoldirishingizning foydasi yo'q-ku. Sen haqsan. Vahmoqona tuyulishi mumkin, ammo uni o'sha yerda qoldirish bu rejamning bir qismi. Yutia Bludia u kelajakda boshqa olam mavjudotlari bilan shartnoma tuzib kuch oladi va g'azab gunohiga aylanib 100 minglab odamlarni o'ldiradi. Lekin u tinchgina ulg'aysa, u g'azabga aylanmaydi va nihoyat bitta muammoni hal qildim. Hozir esa Evanga biror bahona aytishim kerak. Xo'sh, bilasanmi? Uni bu yerga kelishi uchun hali vaqt kelmadi. Vaqt. Ha, hech kim bu haqida og'iz ochmasin. Ularga yetarli mablag' ham ajratinglar. Tushundim. Va buni Yutiyaga ber. Xatmi? Bu uning ahvolini bilish uchun yozilgan oddiy xatdir. Ko'p narsani boshidan o'tkazganidan keyin unga biroz bo'lsa ham taskin berishim kerak degan edim. Taskin xati, yaxshi, buni yetkazaman. Buni unga foydasi tegadimi yoki yo'qmi bilmadim. Lekin har holda o'rinib ko'rishga arziydi. Xatning asl maqsadi syujetda o'nlab martalab eshitgan iboralarimni unga yetkazish edi. Arxiyepiskop, bu senga bu g'ayriinsoniylar bilan do'stlashishga imkon beradigan jodudir. Bu narsa seni tinchlantirishi kerak. Arxiyepiskop, g'azab gunohi, tinchlan. Qorong'ulik azobi, yorug'ning sokinligi, qulash sari mansublik. Bunga endi kech. O'yinda bu uchun kech bo'lgandi. Lekin hozir kech emas. Bittasi hal bo'ldi, endi navbat keyingisiga. Faqat bitta ibora bilan maxluqni bo'ysundirish bu g'alati. Balki ular o'zi dunyoni qaniydir ma'budiga sig'ingani uchun bu ishlatgandir. Ularni tushunish qiyin. Ular haqiqiy fanatik. Undan kelayotgan ma'no aql bovar qilmas darajada. U g'alati, xuddi hissiyotsiz qo'g'irchoqdek. Xatni janob Alning shaxsan o'zlari yuborgan edingiz, to'g'rimi? Nega u yonida bo'lishimni xohlamadi? Nimasi bu? Chunki ma'noni shunday shaklda namoyon qilish faqat usta darajasidagina mumkindir. Hali vaqti kelmadi. Ha, vaqt. U hali vaqt emasligini aytgandi. Tushunarli. Buni unutma. Qorong'ulikning azobi, yorug'likning sokinligi, qulay sarmansublikdir. Faqat ustoz va men biladigan belgidir. Tushundim. U nima demoqchi ekanligini. G'azab gunohi maxluqining qizi, qon qirolichasi Yutiya. Bu orada men hashamatli umrimni yana birozga uzaytirdim. Oy ham meni qo'llab-quvvatlayotganga o'xshaydi. Tez orada navbatdagi bolani ham tarbiyalayman. Bu yerda ham yo'qmi? 3-bola haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Besh ustasiz aytgan, 2-bola ham qutqarildi. Unga yaxshi muomala qildingizmi ish qilib? Albatta, uni noqonuniy qullar bozoridan qutqarganimizdan keyin. Janorsan, bu Alan emasmi? Garaf Palationing 2-o'g'li, Tonio. Nega savodsiz odam kutib ushlab turibdi? To'g'ri, sen yaqinda o'qishni boshlading deb eshitgandim. Oy, akangga javob ber. U har doim shu qadar yoqimsiz bo'lganmi? Haqiqiy Alan bunga qancha chidagan? Unga qarshi javob bergim kelyapti, lekin kutubxonadan foydalanmoqchi ekansiz. Shunday men ketdim. O'z o'ringni biladigan ko'rinasan. Sizlar qumursqalar, haddan tashqari shovqin qilyapsanlar. Nima? Ertalabdan qon to'kishni xohlamasanglar, tezda bu yerdan daf bo'linglar. Graf Palationing katta o'g'li Leo Palatio. Akajon, men senga kutubxonaga kirishdan oldin bu so'z munosabatingni yig'ishtirib ol demadimmi? Ustingni sassiq giyohning hidi anqayapti. Yaxshisi bu yerdan yo'qol.
O'yinda Palatiya grafligi juda ham tez yo'q bo'lib ketgandi. Lekin ularning ta'siri o'ylaganimdan ham kuchliroq. Aslida bu ikki ablah oila boshiga kim chiqishini tortishyapti. Yer osti dunyosi, fohishabozlik qiroli va katta miqdordagi giyohvandfurush, giyohvandlik qiroli. Shunday ekan hozirgi shirin hayotim o'zimga kerak bo'lsa, bu ikki ahmoq bilan aralashmaganim ma'qul. Undan ko'ra zaif va foydasiz bo'lib yashaganim ma'qul. Charchadim. Janob, ikkinchi bola ham oddiy emas edi. Ha, nima deysan? Bu yosh janob qanday qilib o'sha hududda bo'layotgan noqonuniy qul bozori va maxfiy bio tajribalar haqida qanday bildi? Yoki o'z kuchini yashiryaptimi? Juda charchadim. Yosh usta, siz juda ham g'alatsiz. Yetimxonaga yuborgan bola haqida xabarlar bo'ldimi? Oddiy bola emas deydimi? U nafaqat oddiy emas, balki katta ofatning o'zi. Bir necha yirik qirolliklardan tashkil topgan yagona davlat bor. Uning markaziy qismi Kalyan qirolligi. Bu noqonuniy qul bozoridan qutqarilgan bola esa Psixadeliyadagi ikkinchi boss Deus Makalyan. U joydan bu joyga sotilib, doimiy zo'ravonlik qurboniga aylangan va oxirida 5 gunohdan biri dangasalik gunohiga aylangan va qirollikni eng dahshatli yo'llar bilan qirib tashlaydi. O'yinchilarni eng ko'p larzaga solgan epizod ham o'sha edi. Garchi dangasalik gunohi deb atalsa ham, u unga nisbatan qilingan har qanday munosabatni yuz kara qilib qaytaradigan personaj edi. Shuning uchun ham Evanga unga yaxshi munosabatda bo'lishni buyurgandim. Uni bolalar uyiga yuborganimning sababi hali ham vaqt kelgani yo'q. Buni bilgandim va kutgandim. Demak, uyga yuborgan xatingiz ikkinchi bola haqida edi. Ha, shunday. Va ba'zi bir mayda-chuyda gaplar bilan uning sog'lomligini va unga qarab turishni aytdim. Sen butunlayga singansan. Bular buning isbotidir. U qora echki edimi? Biroq ulkan oy seni tanlabdi. Tabriklayman. Endi berilgan qudratni his qil va kuchingni och. Sodiq bo'lib, buyruqni bajarsang, o'z intiqomingni olasan, o'zingning qasosingni. Va nihoyat endi bu xatga javob qaytarsan bo'ladi. Yorug'lik bilan yaxshiroqdir. Jinorsan, uchinchi bola qayerda o'zi? Katta muammo. Ikkinchi yosh usta, o'sha ablah. Nimadir bo'ldimi? U o'ldi. Bir pastami? Lordim. E'tibor uchun, bu Alanning dadasi. Bu qachon tugaydi? O'zi zerikib ketdim. Meni qornim ochdi. Bu oilani rasvoychiligini bilardim, lekin bunisi o'g'lining janozasiga ikkita fohisha bilan kelibdi. Bu chindan ham qorong'u fantastik janr, lekin Tonioni tasodifan yiqilib bo'lgani umuman o'yindagidan boshqacha. O'yinda esa nihoyat yillar davomida intilgan narsamga erishdim. Endi men haqiqiy grafman. U shu so'zlarni aytdi va yig'lab yuborgan edi. Lekin hozirdagi yuz ifodasi kazinoda jekpot yutgandek ko'rinadi. So'maganda birozgina emotsiyani yashirsang yaxshiroq bo'larmidi? Har holda menga buni qizig'i yo'q. Tezroq 5 gunohni hal qilishim kerak. Oradan 1 yil o'tdi. Merosxo'rlik masalasi hal bo'ldi. Leo giyohvandlik biznesini ham o'ziga oldi. Graflik ham ancha tishlanib oldi. Shu orada men va Yutiya ham do'stona xat almashib turadigan bo'ldik. U bilan yaqin kelajakda aniq foydali bo'ladi. Ularning barchasi juda ham yaxshi o'sishmoqda. Bir tomondan ular yaxshi bolalar aslida. Mana bu yerda esa homiylarimizning ro'yxati. Ro'yxat yana ham ko'payibdi. Bu kichik yetimxonaga buncha homiy to'plaganida hayronman. Bu g'alati, shu bilan birga yaxshi hamdir. Va yana siz aytgan narsa haqida axborot gildiyasidan
Iz topilgan haqida xabar keldi.